Rahbarlarga dasturlashni o'rganish kerakmi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Bugungi qahramonimiz Bobur aka Uzinfocom kompaniyasida departament boshlig'i bo'lib ishlab kelyaptilar. Hammamiz bilgan E-qaror.gov.uz, undan tashqari boshqa ko'plab katta loyihalarni ustida ishlab kelyaptilar. Lekin Bobur aka dasturchi emaslar desam ishonasizlarmi? 2014-yillarda IT rivojlanib ketayotganini tushungan ekanlar. Ozginadan keyin Uzinfocomda ishlash taklifi tushgan ekan. Hozir Bobur aka 9 yildan beri Uzinfocomda ishlab kelyaptilar. ITni dasturchi bo'lish uchun emas, o'zlari qiziqqanlari va kelajakda kerak bo'lishini bilib, chuqur o'rganib chiqqan ekanlar. ITni bilganlar uchun ishxonadagi dasturchilar bilan oson chiqishib, loyihalarda zo'r natija ko'rsatganlar. Menimcha IT hozirgi kunda hamma kasb vakillari, ayniqsa rahbarlar uchun juda kerak. IT hayotimizda shunchalik muhim rol o'ynashni boshladiki, uni bilmagan mutaxassis ertangi kunda o'z o'rnini yo'qotib qo'yishi mumkin. Agar sizlar ham ish bozorida ITni bilmaganlardan 2-3 barobar ko'proq oylik olib yoki o'zingizlarning biznesinglarni rivojlantirmoqchi bo'lsanglar, Study bilan ITni o'rganinglar. Kurslarimiz haqida to'liq ma'lumot olish uchun kommentda plus qoldiringlar.